Mebel City'da avgust oyigacha chegirmani bombasi ketyapti. Mana shu ko'rib turgan komplektlar 20 million so'mdan sotilardi. Hozirda chegirma narxlari bilan chiqarganmiz. Sizlar videoda yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga bitta obuna bo'lish tugmasini bosib, like bosib qo'ysa, albatta sizlarga bu obzorimiz yoqadi. Komplektga keladigan bo'lsak, materiallarni tushuntirib o'tamiz. Materiallari poliuretan plastmassa mahsulotlarini ishlatilgan, lata materiallari, hammasi gullari bir xilda, turetskiy materiallar qo'yilgan, gullari keltirilgan. Chegirma narxlari ichida mana shu bagima idishlar birgalikda ketadi 20 million so'mning ichida. 20 million so'mga bu komplektlarimiz arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyalarni ochib qo'yganmiz. Bemalol fikringlar kommentariyada qoldirib olasizlar. Hollari ham high-tech fasonda ishlangan, oyoqlariga bir e'tibor qaratib qo'yasizlar. Bu komplektdan 20 million so'm bagima idishlarni qo'yib beramiz. Yong'oq mahsulotlarida ishlatilgan, yog'ochlar, yong'oq materiallardan ishlatilgan, akvarium fasonda ishlatilgan. Bu komplektdan nari komplektni sherigi, bu ham akvarium fasonda, high-tech fasonda bagima idishlari bilan 20 million so'mga arziydimi, arzimaydimi? Fikrlar bir qator kommentariya qoldirib o'tkazasizlar. O'zbekistonning barcha viloyatlariga dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'shqora suv shahriga, Tojikiston Respublikasining Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha, Turkmaniston Respublikasining O'zbekiston bilan chegaradosh Buxoro, Olot yoki bo'lmasa Xorazm viloyatlari chegara hududlarigacha dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Telegram raqamlarimizni qoldiramiz. Telegramda manzillarni, uylar razmerini aytib bersanglar, sizlarga dostavka xizmatlari haqida, uylarga necha kishilik stol ustullar tushish haqida ham batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Agarda video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga bitta like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bu videoda mebel izlab yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. E'tiborlari uchun kattakon rahmat. Sanamizni eslatib o'tamiz. Bugungi sanamiz aprel oyini 18-kuni yangilangan narxlarni bir qator sizlarga video obzor qildik. Rahmat.